halovat bo'ldilar. Yuzimga Mhm. qarolmadi ko'pincha. Men bugun ham ertalab 2 marta qildim shuni. Yana o'sha holat. Negadir ota-onadan rozilik joyida onam menga qarashni xohlamayapti. Behalovat. Sababi shunda bo'ladiki, inson ota-ona ruhiy farzandini o'ziga bog'lab turadi. Ruhiy bog'lab turgandan keyin farzandini qo'yib yuborishni istamaydi. Buni ular ataylab qilmaydi, o'zlari bilmagan holatda. Ularni ongosida sizni uzishni istamaydi. Siz istaysiz o'zingizni hayotingizda yashashni, lekin ular istamaydi siz o'z yo'lingiz bilan ketishingizni. Albatta bizga ota-onalar aytadi, biz o'zimiz ham aytamiz, baxtli bo'lishingni istaymiz. Mikrofoningizni yopasizmi? Shum kelyapti. O'zim ovozim o'zimga qaytib keldi, rahmat. Ana endi yaxshi bo'ldi. Inson o'zi bilmagan holatda ong osti bilan ruhiy bog'liqlik bo'ladi farzandlari bilan. Ota-onangiz albatta aytishadi, sen baxtli bo'lishingni istayman. Sen xohlagan hamma xohlagan narsalaringga erishishingni istayman deyiladi, lekin aslini olganda ong osti bilan ruhiy bog'lab turgan holatlari bo'ladi. Ovozingiz kelmay qoldimi? Eshitilyaptimi? Endi eshitildi. Eshitilyapti. Shuning uchun demak bizdagi holatlar shunaqa bo'ladiki, inson ong osti bilan o'zi bog'lab qo'yadi, bilib bilmagan holatda o'ziga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, farzandini o'zidan uzishni istamaydi. Ruhiy bosimda ushlab turadi. Tushuntira oldimmi? Voy, nima bo'lyapti bu yerda? Hozir qizlarjonlar, savollaringizni tayyorlab turinglar. Bugun qo'rquv mavzusini o'tamiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, 2 daqiqagina ruxsat olaman. Xo'p, 2 daqiqa hozir kelaman. Uzr so'rayman. BTS pochtam keldi, tashqariga chiqib keldim. Xo'p. Qayerga to'xtagan edik? Yana bittalar ovozini chiqarmaydi. Ovozingiz juda past kelyapti, Gulchehra opa. Yo'q, men hali gapirmadim. Hozir qayerga kelgan edik deganingizni hozir eslayotgandim. Nima Qo'rquv mavzusida savol bilan bog'lab turishyaptidingiz. Keyin qo'rquv mavzusida o'tamiz dedingiz bugun. Bo'pti. Bo'lmasa mavzuni o'tamiz. Keyin qanaqa savol tug'ilsa berasizlar, xo'p? Xo'p. 11:40 da boshladik desak, o'zi 11 da aytilganida 1 soat reglament belgilaymiz. Qaranglar. Qo'rquv bu har bitta insonda bor narsa. Bor his-tuyg'u, bor tushuncha. Qo'rquv qayerdan paydo bo'ladi? Qo'rquv asosan bizning tug'ilgan vaqtimizdan hozirga qadar yashab kelayotgan tajribalarimizdan paydo bo'ladi. Yoki yashab turgan holatingizdan tashqari siz ona qornidagi DNK orqali ham olishingiz mumkin. Onada qo'rquv bo'lsa, otada qo'rquv bo'lsa, yuqori ajdodda genetik qo'rquvlar bo'lsa, bular hammasi sizga ma'lum bir dastur bo'lib o'tadi. Misol uchun, siz ona qornidasiz, ona qo'rquvda yashayapti. Masalan, qorong'iga chiqishdan qo'rqadi kimdir
Yuqoridan qulab tushishdan qo'rqadi, yuqoriga chiqishdan qo'rqadi. Aslini olganda, yuqoriga chiqishdan bo'lgan qo'rquv, aslini olganda, mana insonlar aytadi, men yuqoriga chiqishdan qo'rqaman. Aslini olganda, mana shu yuqoriga chiqishdan bo'lgan qo'rquv, qulab tushib o'lishdan bo'lgan qo'rquv bo'lib hisoblanadi. Va hammada har xil qo'rquv bo'ladi. Bizda asosan ikkita kuchli energiya bo'ladi. Biri sevgi, biri qo'rquv. Agar qaysi biri g'olib bo'lsa, qaysi biri yuqoriga chiqsa, qaysini chastotasi yuqoriga chiqsa, mana shu sizni hayotingizni tashkil qilib beradi. Ichingizda qo'rquv bo'lsa, demak siz past chastotaga yashayotgan bo'lasiz. Bilasiz, bizda gertslar bor, chastotalar bor. Bu degani har bitta inson, masalan, telefon energiya, to'g'rimi? Sizni yashashingiz energiya, siz mana atrofingizda nima bor? Bakal bor yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bular har bittasi energiya. Va xuddi shunday siz ham energiya, sizda ham energiya bor. Mana shu energiya sizdan taralganida bu qanday taraladi? Bu vibratsiya orqali taraladi. Masalan, telefoningiz vibratsiya bo'ladi. Sizda ham shunday holatlar bo'ladi. Siz nimani o'zidan taratsangiz, o'zingizdan o'shani qaytib tortib ola boshlaysiz. Qo'rquvda yashasangiz, nimadandir qo'rqib yashaydigan bo'lsangiz, ketma-ket hayotingizda qo'rqadigan holatlar kirib kela boshlaydi. Qo'rquv aslini olganda qayerdan paydo bo'ladi? Qo'rquv bizda yoshlikdan paydo bo'la boshlaydi. Agar bu hozirgi hayotingizda orttirilgan bo'lsa, ya'ni siz qo'rqasiz. Qotib qoldingiz a? Eshitilyapti? Xuddi ataylab deganday, yo telefon qotyapti, yo telefon bo'lyapti qayta-qayta. Xo'p, demak, hozirda yaratilingan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, sizni yoshlik bolaligingizdan boshlanadi bu. Misol uchun, kelingki siz kravatda yotibsiz, chaqaloq holatidasiz, yig'layapsiz, har bitta bolada bor. Bizda ayniqsa o'zbeklarda qanday? Toki bola yig'lab chinqiramasa, ishini ona qilib turgan ishini tashlab ketmaydi. Bola yig'laydi, siqtaydi, chinqiray boshlaydi, to'g'rimi? Undan keyin ona boradi. Xuddi bizda o'zbekchilikda qanaqa fikr bor? Yig'lamagan bolaga ko'krak yo'q deydi-yu, ona ko'kragi yo'q deydi. Xuddi shunday. Bola qancha yig'lab chinqirasa, shuncha bolaning qo'rquvi ko'tarila boshlaydi. Bir yig'laydi, hech kim kelmayapti, 2 marta yig'laydi, hech kim kelmayapti, 3-chi marta yig'laganda bolalik ongi bilan o'ylay boshlaydi. Men yig'layapman, otam, onam kelmayapti. Demak, men otam, onamga kerak emasman. Ko'ryapsiz-a? Ham kerak emaslik dasturi bu yerda shakllanyapti, ham plus qo'rquv ko'tarilyapti. Qo'rquv shakllanib boryapti bola ichida. Bu bittagina misolni aytyapman. Bu bittagina misol insondan. Demak, qo'rquvning turlari juda ko'p. Aytganimizdek, orttirilgan, ya'ni yashagandan keyin, tug'ilgandan keyin shu hayotida orttirib oladi qo'rquvlarni. Bitta qo'rquv, keyin yana bitta qo'rquv, ana shu qo'rquvlar bir-biriga bog'lanib keta boshlaydi. Yana qanday qo'rquvlarimiz bor? Yana biz onamiz, misol uchun biz onamiz nimadan qo'rqamiz? Farzandimizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Yo'ldan o'tayotganda ehtiyot bo'lib o't deyiladi, boxabar bo'lib o't deyiladi. Mana shu aytilgan so'zni aslini olganda tagida qo'rquv bo'ladi, bolani yo'qotib qo'yish qo'rquvi bo'ladi. Aslini olganda. Yana nima deyiladi? Men qo'rqyapman. Nimadan qo'rqyapsan? Yolg'iz qolishdan qo'rqyapman. Ayollarda ayniqsa bor, turmush o'rtog'ini boshqaga berishdan qo'rqadi. Turmush o'rtog'ini puli ko'payib ketishidan qo'rqadi. Agar uning nazdida turmush o'rtog'ining puli ko'paysa, boshqa ayol topadi, buni tashlab ketadi. Bu ham qo'rquv.
Asl mana shu qo'rquvlari orqali turmush o'rtog'ini pul patok yo'llarini, pul kelish yo'llarini yopib qo'ygan bo'lib hisoblanadi, yopib turgan bo'lib hisoblanadi. Tushunyapsizlarmi? Demak, ayol o'zining qo'rquvi orqali boshqa yo'llarini, turmush o'rtog'ining yo'llarini ham yopib turishi mumkin ekan. Tushuntira oldimmi? Bu shu hayotda orttirilgan qo'rquvlar degan bo'lsak, onadan, otadan DNK orqali o'tib kelayotgan qo'rquvlar ham bo'ladi. Buni biz razborda ko'p ishlayapmiz. Juda ko'p qo'rquvlar yuqori ajdoddan, yuqori 7 ta ajdoddan o'tib kelayotganini ko'ryapmiz. Bular juda ko'p qo'rquvlar. Bu albatta kvantda ishlanadigan holat, lekin shuni bilishlaringiz kerakki, bizning qo'rquvlarimiz yuqori ajdoddan genetik ravishda ham o'tib kelishi mumkin ekan. Bu ikkinchi qo'rquv. Keyingi qo'rquv bu ruh qo'rquvi bo'lib hisoblanadi. Ruh qo'rquvi. Bu qanday qo'rquv? Bilasiz, bizda reinkarnatsiya bor. Bu ruhning qayta tug'ilishi bo'lib hisoblanadi. Ruh bizda ba'zi birlar aytadi, ruh bir marta keladi, bir marta ketadi. Ba'zi birlar aytadi, ruh qayta tug'iladi. Aslini olganda, psixologiyada men o'zim ayniqsa kirib shuni o'rganib chiqqanman va ruh qayta dunyoga kelishiga amin bo'lganman. Chunki reinkarnatsiya bor narsa, DNK va RNK deyiladi, bilsalaringiz. DNK bu hozirdagi yashab turgan ajdodlaringizdan o'tib kelayotgan DNK programma, ajdodiy programma bo'lsa, RNK degani bu o'tgan hayotlardan olib keladigan xotira, dasturlar bo'lib hisoblanadi. Bilasiz, ruh tug'ilishdan oldin ma'lum bir filtrdan o'tib, keyin yer yuziga keladi. Ma'lum bir tanani tanlab tug'iladi. Buni bilasiz. Va ruh oldingi hayotlarni eslab turadi. Uning esida bo'ladi. Mana ba'zi bir psixologlar aytadiki, kuni kecha o'zimga ham bir psixolog yozildi, konsultatsiyaga ishlaganimizda shunaqangi qo'rquv chiqyaptiki, boy bo'lishdan kuchli qo'rquv bor. Buni ko'rib chiqyapmiz, ajdodda yo'q, lekin buni o'zida bor. Demak, shunday bo'lyaptiki, u boylik uchun qachondir oldingi hayotlariga nimadir qildirilingan. Misol uchun kimdir o'ldirilishi mumkin, kimdir nima deydi, qamalib ketgan bo'lishi mumkin pul uchun, yana kimdadir nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Ruh buni eslab turadi, ruhning esida turadi va ayni meditatsiya qilsa ham, aynan o'sha psixolog aytadi, meditatsiyalar qilyapman, instatsiyalar qilyapman, eritish ishlarini amalga oshiryapman, nima qilmasam ham ma'lum bir miqdorda ko'tarilaman, yana qaytib nolga tushib qolaman degan holatlarni bildiryapti. Ya'ni bu yerda ruh eslab turadi. Oldingi hayotlarida nima bo'lganini, pul uchun nima bo'lganini eslab turadi va ruh yetkazib turadi tanaga. Ochiq oydin aytib bera olmaydi buni, qo'rqib turadi. Agar hozir katta pulga chiqsak, agar hozir boy bo'ladigan bo'lsak, biz oldingi hayotimizdek o'ldirilishimiz mumkin pul uchun. Oldingi hayotimizdek qamalishimiz mumkin pul uchun. Tushunyapsiz? Ruh buni eslab turadi va o'sha tana egasini ma'lum bir holatdan himoya qilib turadi, qo'rquv orqali. Aslini olganda, qo'rquv bizning ikkinchi do'stimiz bo'lib hisoblanadi. Nega? Negaki qo'rquv sizni juda ko'p narsalardan himoya qiladi. Juda ko'p narsalardan. Misol uchun, yuqoriga chiqishdan qo'rqadigan insonni qulab o'lishdan himoya qiladi. Himoya bo'lyaptimi? Himoya qilayotgan ong, demak, uni nima qilyapti? Yuqoriga chiqishga yo'l qo'ymayapti. Yolg'iz qolib ketishdan qo'rqadigan ong egasini qanday himoya qilyapti? Yonidagiga yaxshi gapirib, uni yaxshi munosabat orqali yoniga olib qolishga harakat qilyapti. Bu ham nima? Himoya. Ya'ni qo'rquv bir tomondan sizni nimalardandir to'xtatsa, ikkinchi tomondan sizni himoya qilib turadi doimiy ravishda. Qo'rquv bu bor, qo'rquv bu mavjud, qo'rquv bu mana shu yer yuzidagi insonlarni 100% oladigan bo'lsak, 100% hammada bor tushuncha, hammada bor his tuyg'u.
Bu qo'rquv bilan siz yashaysiz. Qo'rquv chiqarishingiz mumkin, ma'lum bir miqdorda chiqadi, lekin ma'lum miqdorda baribir qoladi. 100% qo'rquvdan qutulish imkoni bor emas, qizlar. Lekin aynan o'sha qo'rquvga siz nazariyangizni o'zgartirib, fikringizni o'zgartirish orqali siz o'zingizdagi holatingizni o'zgartirishingiz mumkin yana. Ya'ni unga bo'lgan fikringizni o'zgartirasiz va qo'rquvga yengil qaray boshlaysiz. Hadikda, hayajonda, qo'rquvda yashab emas, yengil xayollar bilan yashab, sekin-astalik bilan davom etishingiz mumkin bo'ladi hayotingizni. Tushunarli bo'ldimi qisqa bo'lsa-da? Qanaqadir savol tug'ildimi qo'rquv mavzusida? Qizlar, savol bormi qo'rquv mavzusida? Mhm. Xo'p. Agar savol bo'lsa bering, bo'lmasa man ham lekin bor edi va oldin qiz bola vaqtim. Lekin men hech ham shu tepaga chiqishdan qo'rqmaganman. Qo'rqmasam tomga ham chiqib ketaverardim, hech narsa bo'lmasdi. No, hozirgi vaqtda 1 metr tepalikka chiqsam, o'zim qo'rqaman, chiqmayman. Даже parda ilolmayman. Tepaga chiqib parda ilolmayman. Yoki pardaga narsa yopishtirish kerak yoki olish kerak bo'lsa, bolalarga bayram yangilikka qilib berasiz. Shuni ham eplolmayman. O'sha stol ustiga chiqdim degandan boshim aylanib qo'rqaman. O'sha stolim mahkam turgan bo'lsa ham shundan yiqilib ketayotganga o'xshayveraman. O'sha nima qilib tushunarli. Avval bo'lmagan, lekin endi bor. Bu degani shundan iboratki, hozir hayotingizda orttirilgan qo'rquv bu. Buni ko'rib chiqsangiz, ishlasangiz bo'ladi, qizlar. Xo'p, meditatsiya qilamiz. Qo'rquv mavzusida tayyormisizlar? Qila olasizlarmi? Ha, qila olamiz. Ustoz, menda bir savol bor edi. Menda oldin hech narsadan qo'rquv bo'lmaganda, negadir men oxirgi vaqtda har narsadan hadiksiraydigan, o'zimni tortadigan shunaqa qo'rquvim bor. Hattoki ortiqcha gapirishdan. Qo'rquv paydo bo'lgan, ikkilanish paydo bo'lgan sizda. Hadik, ikkilanish bu уже qo'rquvni ikkinchi pozitsiyasi bo'lib hisoblanadi. Lekin bu yerda kuchli qo'rquv yo'q. Hozir bu kishini ham mikrofonlarini ochaylik. Balkim bularda ham savol bordir. Bu aslini olganda hozirdagi qo'rquvlaringiz bilan ishlasalaringiz bo'ladi. Hali yana vazifa beraman sizlarga. Nega ochilmayapti bu? Mahkamtosh Boboqulova, bo'lmasam sizni guruhda ko'rib yozganingiz bo'lsa savol javob beraman. Nimagadir bosilmayapti, hech ocholmayapman sizni. Уже nechinchi marta o'qiyapman. Bo'lmayapti. Xo'p. Hozir bitta guruhga qaraymiz, savollar bormi ekan? Ne qotyapti bu telefon? Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, men ham mikrofonimni ochib bering. Ocholmayapman negadir. Ustoz, menda juda kuchli ong qarshiligi bo'layapti-da. Svetim o'chib qoldi, eritilinsin, hamma yaxshi ishlamayapti. Internetim ham yaxshi ishlamayapti. Da, ong qarshiligi rosa kuchli bo'layapti. Demak, sizdan ekan. Mana qarang, mikrofoningizni 3-marta ochmoqchi bo'layapman, ocholmayapman. Qizlar, hammalaringiz meditatsiya qila olasizlarmi jonli yoki kuchli musiqali tayyor meditatsiya tashlab beraymi sizlarga? Qaysi biri qulay sizlarga? Chunki hozir buni sizlar bilan mana aytyapman, coaching tarzida o'taman deb, shuning uchun sizlarning xohishlaringizga qarab bajaramiz. Qanday qulay sizlarga? Hozir bajaramizmi? Ha, hozir bajaravering. Yaxshi, молодец. Bo'lmasa suv ichib olinglar. Suv ichib olinglar. Chuqur nafas oling. Ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Mikrofoningizni yoping.
Rahmat. Ko'zlaringiz yumuq holatda chuqur nafas olasiz. Nafas chiqarasiz. Yana chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Bosh qismingizda o'zingizni mayda qismda, mayda shaklida ko'ring. O'zingizni mayda holatingizda ko'ring. Va shu yerdan sekin-astalik bilan pastga qarab tusha boshlang. Zinalarni ko'rib, u orqali sekin-astalik bilan pastga tusha boshlang. Pastga, pastga. Pastga tushayotganingizda atrofingizdagi holatga e'tibor bering. Holatingiz, atrof muhit, rangi, ko'rinishi hammasini ko'rib tushing. Va sekin-astalik bilan oxirgi zinadan tushing. Siz katta xonaga kirib qolganingizni ko'ring. Atrofga qarang. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Xonaning o'rtasiga borib joylashing. Xona o'rtasidasiz. Endi shu yerda turib, yuqoridan oppoq, yumshoq nur kelayotganini ko'ring. Bu ilohiy nur yaratuvchidan kelayotgan. Sizdagi qo'rquvlarni eritish uchun yuborilgan ilohiy nurdir. Endi shu yerda turib, ortimdan takrorlang. Eritilinsin shu nurda. Yolg'iz qolib ketishdan bo'lgan qo'rquvlarim. Shunchaki takrorlang va nur bosh qismingizdan tushish orqali sizni tanangizda hozir siz takrorlaydigan har bitta qo'rquvlaringiz o'zi nur bilib turgan holatda tanangizni qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha yeridan o'zi eritib tanangizdan chiqara boshlaydi. Ortimdan takrorlashda davom eting. Eritilinsin. Yuqoridan tushib ketish, yiqilib tushishga bo'lgan qo'rquvlarim. Eritilinsin. Barcha o'zimga bo'lmagan hurmatim eritilinsin. Siz bajarilinyaptimi yoki yo'qmi e'tibor bermang. Shunchaki takrorlang. Ilohiy nur tanangizni qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha yerdan o'zi topib, o'zi eritadi. Eritilinsin. O'zimga bo'lmagan sevgi yo'qligi eritilinsin. O'zimga muhabbatim yo'qligi eritilinsin. Katta pullar kelishiga bo'lgan qo'rquvlarim eritilinsin. Boy bo'lishga bo'lgan qo'rquvlarim
eritilinsin. Turmush o'rtog'im meni tashlab ketadi degan qo'rquvlarim. Eritilinsin ong ostimda erkakdan bo'lgan qo'rquvlarim. Eritilinsin. Butun jahon erkaklaridan qo'rqishim. Nur butun tanangizni, tana ichki a'zolaringizni, qayerda qanaqa qo'rquvlaringiz bo'lsa hammasini eritib chiqarayotganini ko'ring. Qanday qo'rquvingiz bo'lsa, ularni ham ichingizda takrorlashingiz mumkin eritilinsin deb. Va ilohiy nur tanangizdan qayerdadir tutun holatida, qayerdadir toshlar holatida turgan qo'rquvlaringizni eritib chiqarib yuborayotganini ko'ring. Bu ilohiy nur o'z ishini bilib bajaradi. Siz faqatgina buyruq bering, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Shu nur ostida biroz turing. Nur tozalasin sizni. Eritsin qo'rquvlaringizni. Poklasin sizni. Tanangiz yengillashayotganini, ruhingiz poklanayotganini his eting. Sizda yengillik, sizda kuch, sizda g'ayrat, sizda ishonch ortayotganini ko'ring. His qiling shuni. Minnatdorchilik bildiring ilohiy nurga, tanangizga, qalbingizga, ongingizga, o'zingizga. Negaki shuncha yillar davomida siz o'zingiz bilmagan yoki bilgan qo'rquvlarni ko'tarib yurgansiz. Buning uchun tanangiz og'rigan, tanangiz og'irlashgan, buning uchun qalbingiz og'rigan, ongingiz qiynalgan. Shunchaki nur o'zini ishini bajarishda davom etsin. Endi takrorlang. Barcha qo'rquvlar eritilindi. 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 Minnatdorman. Va sekin kirgan xonangizdan chiqishni boshlang. Va tushgan zinadan sekin-astalik bilan yuqoriga chiqishni boshlang. Yuqoriga, yuqoriga, yuqoriga. Endi chiqayotganda atrof muhitdagi holatga e'tibor bering. Qanday o'zgarish bor? Boya tushayotganingizdagi qanaqangi o'zgarishlarni ko'ryapsiz? Yorug'lik, yengillik, o'zgarish, hammasini ko'rib chiqing. Молодец. Oxirgi zinadan chiqing. Siz yana bosh qismingizdasiz. Shu yerda turib chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Yana chuqur va yengil nafas oling. Nafas chiqaring. Sekin-astalik bilan
ko'zlaringizni oching. Qanaqasizlar, jonlarim? Yaxshimisizlar? Boshimda ozgina og'riq bor, yaxshiman lekin. Yana bajarasiz, o'tib ketadi meditatsiyani. Xo'p. Men to'liq bajara olmadim, ustoz. Nega jonim? Men hozir ishdaman. Oldimga odam kelib, 2 marta уже xayolimni buzishdi. Majbur bo'ldim ko'zimni ochishga, o'rnimdan turib ishimni qilishga. Lekin Aha. bitta narsa bo'ldi menda. Mana shu tushib kelayotganimda manga xuddi eski uylar bo'ladi-yu, o'shanga o'xshagan joyda tushyotgandim. Молодец. Qaytib chiqayotganimda menda yashillik, gullar bilan bezatilgan zinan atrofi. Ko'rdingizmi? Chiqayotganimni his qildim. Boshimda menda ham qanaqadir og'riq bor. Ikkita miyani tepa qismini ikkita chekkasida og'riq bor. Quloqqa qarab ozgina kelyapti u og'riq. O'tib ketadi. Ba'zida qo'zg'ab beradi shunaqa og'riqni. Nega? Chunki tanaga kirgan mana bu bloklar, qo'rquvlar tanadan chiqib ketayotganda og'riq bilan chiqadi. Shunaqa holat bo'ladi. Ko'rdingizmi, Gulchehra opa? Siz hozir 2 marta chalg'igan bo'lsangizda o'sha o'zgarishni sezyapsiz. O'sha o'zgarishni ko'ryapsiz. Bu degani ongingiz tayyor deganida ishlashga. Mana shu o'zimni o'zgartirish, mana shu o'zimdagi qiyinchiliklarni nima deydi, yo'qotishga harakat qilib, shu ko'p aytaman, rosa ko'p psixologlarni mana bu ochiq darslar bo'ladi-yu. O'shalarda qatnashdim. To'g'risini aytsam, menga uncha yoqmadi. Ularning gapirishlari, o'zlarini tutishlari, rosa injiq xarakterim bor. Inson o'zini tutishi menga yoqmasa, men o'sha inson bilan gaplashmayman. Aha. Majbur bo'lsam, men o'sha insondan menga yordam keladigan bo'lsa ham, foydasi bo'lsa ham, men u inson bilan aloqa qilolmayman, gaplasha olmayman. O'zini tutishi yoqmasa ham. Aha, tushunarli. Shu sizni darsingizga, o'sha ochiq darsingizga Nilufar degan qiz taklif qilgan ekanlar, meni qo'shib qo'ygan ekanlar. Shu chat bo'layotganda kirib ko'rdim. To'g'risini aytsam, boshida просто takka qanaqa ekan, uncha juda qiziqish bo'lmagan edi. Lekin shu kirgan zoqatda gap aytganingizdan keyin to'xta dedim. Men bu ishlashim kerakga o'xshaydi deb eshitib turdim ancha vaqt sizni. Bir ayol aytdilar, menda shunaqa og'riq bo'lyapti dedilar, lekin undan keyin ham siz baribir shu qo'lingizni ushlab silab turdingiz-da. Chunki sizdagi og'riq o'tmadi. Men 3-4 kundan beri xuddi shu og'riq bilan qiynalib yurgandim o'sha paytda. Hozir ham bor. Endi hozir menda ko'proq uyga borib shu ishlarimni qilib uxlayman degan vaqtim, yotgan vaqtimda shu chap tomonimda orqada shu yurak tomonimda og'riq bo'ladi. Endi yuragim og'riydi o'zi. Qanaqadir g'alati og'riq bor deydi, doktorga borsam, lechina olishing kerak deydi, nimaligini aytmaydi lekin. Chunki aniq diagnoz yo'q-da sizga yuragingizga. Shunaqa, bradikardiya dedi. Bir marta. Bitta doktor bradikardiya dedi, bittasi aytdi, unaqa narsa yo'q dedi. O'zim hayron qolib qoldim. Qaysi birini gapiga kirishni ham bilmadim, to'g'risi. Shunaqa bo'ladi. Bugun uyda borganingizda mana bu meditatsiyani yana qaytib bajaring. Ko'p uzun emas, ko'ryapsiz. Yengil qilib beryapman. Yengillikda o'tishlaringiz uchun uzoq qilmayapman. Sababiki juda uzoq bo'lganda ong uxlatib qo'yadi-da sizni. Uxlatib qo'ymasligi uchun ham ko'p uzoq cho'zmayapman. Yengil olib o'tishga harakat qilaman sizlarni. Hech qiynalmaysizlar. Shuning uchun menimcha avvalgi boshqa kurslarimdek sizlarga prosta video ochib, prosta ma'lumotni berib, to'xtatib, shunday vazifani tashlab qo'ygandan ko'ra, mana shunday savol-javob tarzida darsni o'tish menga ma'qul keldi. Sizlarga aynan bu ham bekorga emas, chunki sizlarning og'riqlaringiz bor. Shuning uchun men shu tarzda o'tamiz darsni, ma'lumot beraman.
dars beraman, vazifa beraman, yana meditatsiya berib boraman. O'zlaringizni og'riqlaringizga qarab. Tushundilaringizmi? Xo'p, Gulchehra opa, sog'lik darsimiz bo'ladi. O'sha yerda qo'lingiz bilan ishlaymiz, og'rig'i bilan. Jonim. Bir qayga kelasiz, xohlasangiz shu kurs davom ettirasiz, xohlasangiz boshqa kurslarimizga kirasiz, tayyor kurslarga. Qachon vaqtingiz bo'lsa o'tirib bajaradigan, lekin menimcha baribir shuni davom ettirganingiz yaxshi, chunki jonli baribir jonli boshqacha. Chunki sizlarni og'riqlaringizga qarab beriladi meditatsiyalar his qilgan holatda. Xo'p, yana savollaringiz bormi, jonlarim? Menda shu bitta nimaga savolim bor edi. Bu mavzuni hali o'tmadik, pulga ochish Yo'q, ular hali yo'q. Ular o'tilmadi hali. ular o'zi nima bo'ladi? Men shunga hech tushunmadim. Ko'p nimalardan eshitdim, u nima o'zi, nimaga unaqa deyiladi? Shularni tushunmadim. Nimani? Mana shu pulga ochish deysizlar-ku. Pulga ochilish, qanaqadir raqamlar deyishdi, bitta psixologda shunaqa dedi. Bu qanaqa raqamlar, nima bo'ladi, nimaga unaqa deyiladi? Hech shunga tushunmadim. Kodlarmi? Ha. Raqamlar deyildimi? Ya shunaqa kodlar, raqamlar dedi, pulga ochilish dedi, keyingi darsda dedi, pulga ochilish qilamiz dedi. Uning uchun to'lov qilinglar, falon tugun. Xullas bitta ikkita nimalarda psixologlar darsda shu narsalarni eshitdim, keyin hayron qoldim. Aytaman, xo'jayinim rosa qarshi bo'ldilar, senga psixolog kerak emas dedilar. Sen o'zing psixologsan dedilar. Nega qarshi bo'lganlarda bu normal holat, chunki bizning o'zbek erkaklarimiz psixologiyaga hali 100% ishonishmaydi, chunki ular aqlda yashashadi va undan tashqari sizni o'zingizni ichingizda ham ikkilanish bo'lgani uchun ham turmush o'rtog'ingiz shuni ko'rsatib beradilar. Senga psixolog kerak emas degan fikrlar bo'ladi. Pulga ochilish, bu pulga ochilish degani pulni yo'lini sizga kelishi uchun yo'lini to'sib turgan bloklarni olib tashlash. Bu har xil bo'ladi. Bu aytganingizdek kimdir kod raqamlarga ishonsa, raqam bilan ishlaydi. Kimdir shuning asl sabablari bilan ishlaydi. Masalan, pul kelishdan qo'rquv sizda bo'lsa, ajdodingizda boylikdan qo'rquv bo'lsa, bu ham sizda qo'rquv bo'ladi. Misol uchun, ajdodingiz pul uchun bo'ladi, SSR davrida boyliklar olib qo'yilgan va otib tashlangan ruslar tomonidan boylar. Bizning O'zbekistonda juda ko'p shunday bo'lgan. Keyin zindonga tashlangan boylar, to'g'rimi? Boylik uchun, pul uchun va mana shu qo'rquvlar, men boy bo'lsam yoki meni ajdodim, meni oilam boy bo'lsa, ularni qamashadi. Bu qo'rquv. Va boy bo'lishdan qo'rqqani uchun o'zida va keyingi avlodi ham, masalan, sizni ota-bobolaringiz mana shu pul uchun misol uchun o'ldirilgan bo'lsa, pul uchun ma'lum bir qamoqxonaga joylangan bo'lsa, shunaqangi holatlar bo'lgan bo'lsa, sizni DNKingizda boy bo'lib ketishdan qo'rquv bo'ladi. DNKda bo'ladi bu. Bu ong ostida chuqur joylashgan bo'ladi. Psixologiyada endi kirib kelgan bo'lsangiz, sekin-astalik bilan o'rganib bo'lsangiz bu mavzularni bir qancha vaqt kerak bo'ladi chuqur tushunib yetishingiz uchun. Lekin sekin-astalik bilan tushunsangiz bo'ladi. Bu bilimlar chuqur ong ostida yotgan bo'ladi. Sekin-asta tushunib borib, ularni yecha boshlaysiz. Va mana shu qo'rquvlar sizni boy bo'lishdan yoki ma'lum bir pullarni kelishidan to'sib turadi. Pullarga ochilish kurslari mana shu qo'rquvlaringiz bilan ishlanadi. Qo'rquvlar, bloklar, aqidalar, masalan, aqida nima? Aqida bu siz yosh bola bo'lsangiz, misol uchun, buvilarimiz aytadi, pul o'lsin-a, pul. Bor shunday gaplar. Va aytiladiki, pul bu qo'lni kiri. Pul qonunlarini bilmaslik ham bizni pul kelishi yo'llarimizni yopib turadi. Pul bu qo'lni kiri. Pul insonni buzadi. Bular aqida hisoblanadi-da. Ya'ni yuqori ajdoddan, bobo, buvi, yana kimlardandir eshitganmiz va buni o'zimizga iqrorlik qilib olib qo'yganmiz. Biz yosh bolamiz, kattalar aytgan gapiga ishonamiz. Masalan, buvingiz yana aytdi, pul qo'lni kiri, pul insonni buzadi.
Lekin pul insonni buzmaydi, pul insonni imkoniyatlar yo'lini ochib beradi. Tushuntira oldimmi? Pul qachon insonni buzadi? Pul insonni buzmaydi. Pul insonni ichidagi holatini, asl holatining yuqoriga chiqarib beradi. Misol uchun, kimdir puli yo'qligi uchun o'zini tiyib turadi nimadandir, lekin puli bo'lsa o'zini bosar-tusarini bilmay qoldi deyiladi, to'g'rimi? Mana shu aslini olganda ichidagi o'zini holatini shunchaki chiqarib beradi, bo'ldi. Pul insonni buzmaydi. Kimlardir masalan pulsizlikdan buziladi. Unda nega pul insonni buzadigan bo'lsa, pulsizlikdan nega buziladi inson? Misol uchun, pul yo'qligidan nega buziladi inson? Pul yo'qligidan nega yomon yo'lga kirib ketadi inson? To'g'rimi? Pul bu shunchaki sizni yoshligingizda kattalar tomonidan aytilgan fikrlar orqali o'zingizga iqrorlik olib qo'yasiz. Pul bu juda keng mavzu. Hali keyingi darslarimizda ham o'tamiz buni. Bu mavzularni ora-orada aytib o'tib ketaman. Keyingi mavzularga mana shu qo'rquv ham, insonda qo'rquv bo'lsa, pul kelmaydi. Insonda qo'rquvlari bo'lsa ham pul yo'llarini yopadi. Pul bizda shunday tushuncha borki, misol uchun pul faqatgina ishlagan odamga keladi deyiladi. Yo'q. Ishlamasa ham pul kelishi mumkin. Ya'ni siz ongingizni ochsangiz, ongingizni kengaytirsangiz, pulga bo'lgan nazaringizni o'zgartirsangiz, sizga faqatgina ishlagan joyingizdan pul kelmaydi. Kimdir sovg'a tarzida pul berishi mumkin, kimdir sovg'a berishi mumkin, kimdir o'z-o'zidan qanaqadir pul kelishi mumkin. Hammada har xil holat bo'ladi. Bizda shunday gap borki, sen faqat ishlasang, senga pul keladi. Tushunyapsizlar? Sekin-astalik bilan bularni ham yechib boramiz, qizlar. Tushuntirib o'taman sekin-asta keyingi darslarda ham. Yana savollaringiz bormi qo'rquv mavzusida? Menda hozircha savol yo'q. Shu qo'rqadigan joyim farzandlarim nima deydi? Yanaga kelajakda mana ular ololmay qolganmi? Shu narsadan qo'rqaman xolos. Shuni hozir menda qo'rquv kuchli bo'ladi. Chunki farzandlarim yonimda emas-da. Ota-onam mehrini ko'rmayapti-da ular. Qarang, ovozingiz juda shovqin bo'lib kelyapti, bolani ovozi eshitilmayapti. Keyin guruhga yozib qoldirasiz, men audio tarzida javob beraman, xo'p? Xo'p. Bizda yana qo'rquvlarimiz turlicha bo'ladi. Qo'rquvlar bizda yana umumiy qo'rquvlar bo'ladi. Bular masalan, men misol uchun aytishingiz mumkin, men turli sabablarga ko'ra tez-tez asabiylashaman. Misol uchun, bu nima? Sog'lik, maktab, do'stlar, munosabatlar yoki oilaga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Vahima. Men vahimaga tushmaslik uchun ko'pincha uyda qolaman. Bu aslini olganda ko'chaga chiqish qo'rquvi bo'ladi. Fobiyalar degan so'zlarni eshitgansan, fobiya. Fobiya bu mavjud bo'lmagan qo'rquv. Siz qo'rquvni borligini bilasiz, lekin sababini bilmaysiz. Buning sababi nimadan mavjudligini bilmaysiz. Yuqorida aytdik, ruh qo'rquvi deb. Misol uchun, qo'rquvlar ikkiga bo'linadigan bo'lsa, bular sababini biladigan qo'rquv va sababini bilmaydigan qo'rquvlar mavjud bo'ladi. Bular sababini biladigan qo'rquvingiz bu oddiygina qilib aytadigan bo'lsak, sizni agar yoshligingizda it tishlagan bo'lsa, it talagan bo'lsa yoki mushuk kelib tirnagan bo'lsa, o'sha hayvondan siz qo'rqasiz. Mushukdan qo'rqasiz. Yoki itdan qo'rqasiz, yana kelib sizni qopib tishlashidan. Bu sababini biladigan qo'rquvingiz, to'g'rimi? Qo'rqasiz, qo'rquvingiz bor, sababini bilasiz. Fobiya sababsiz qo'rquv. Bu siz masalan mushukdan qo'rqasiz, lekin sababini bilmaysiz. Ong ostingiz, ruhingiz, tanangiz mushukdan qo'rqadi, ichingizda mushukdan qo'rquv bor, lekin sababini bilmaysiz. Bu ruh qo'rquvi bo'lib hisoblanadi.
Ya'ni bu fobiya yo'q qo'rquv deyiladi, mavjud bo'lmagan qo'rquv deyiladi. Ya'ni ruh biladi oldingi hayotida, misol uchun qanaqangidir to'dada yashagan bo'lsa, bilasizlar, ibtidoiy to'dalar bor yoki Kleopatra zamonida yashagan bo'lsangiz, misol uchun o'rmonda yashagan bo'lsangiz oldingi hayotda, ruh oldingi hayotda shunaqa joylarda yashagan bo'lsa, mushuksimon hayvon buni o'ldirgan bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha insonni ruhini yoki o'sha ko'zini oldida farzandlarini mushuksimon hayvon, yo'lbars bo'lishi mumkin, sher, mushuksimon hayvonlarga kiradi, to'g'rimi? Mana shular hammasi farzandini o'ldirib tashlagan bo'lishi mumkin. Shu bilan u qo'rqadi, sababini bilmaydi, lekin mushukdan qo'rqadi. Chunki mushuksimon oilasiga mansub qaysidir hayvon qachonlardir buni o'tmishida qanaqadir xotirasi bor buning ong ostida. Tushuntira oldimmi? Mana bu fobiya deyiladi yoki sababini bilmagan qo'rquv deyiladi. Ba'zi narsalarda esa siz aytishingiz mumkin, bizda qo'rquv yoki menda qo'rquv bor, nimadandir qo'rquv tug'iladi, lekin men sababini bilmayman. Masalan, igna va qon deyishingiz mumkin. Itlar va boshqa hayvonlar, buni aytdik, bilasiz. Ya'ni shunday qilib sababini siz bilmaysiz, lekin qo'rquvingiz sizda bor. Va yana ijtimoiy qo'rquvlar mavjud. Bular nima? Bular notanish kompaniyaga borib ma'lum bir ishni boshlash. Siz hozirdagi ishlab turgan holatingizni bilasiz va boshqa notanish holatga borib ishlashdan qo'rqasiz. O'zingizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqasiz. Men tanimaydigan insonlar orasida bo'lishdan qo'rqaman deyishingiz mumkin. U yerda gaplashishdan qo'rqaman deyishingiz mumkin. Bularni men uyalaman gapirishdan. Bular hammasi qo'rquvlarga kiradi yoki yuqorida aytganimizdek ayriliq qo'rquvi. Bu nima? Yolg'iz qolib ketishdan qo'rquv, uydan uzoqda tunashdan qo'rqaman deydi kimdir. Aslini olganda shu qo'rquv borligini ham bilmasligi mumkin. Mana kechagina bir konsultatsiyamizga bir erkak keldilar va aytayaptilarki, men boshqa joyda umuman borib yashashdan yoki borib uxlashdan uxlolmayman deyaptilar. Men boshqa uyda borib uxlolmayman. Ertalabgacha uyg'oq holatda chiqaman. Ko'zlar qizarib ketgan, holati yaxshi emas. Erkak kishi aqlda ayolga tan ololmaydi qo'rquv borligini yoki hattoki o'zi ham bilmaydi. Tushunyapsiz? Aslini olganda bu ayriliq qo'rquv bo'lib hisoblanadi. Men ota-onamga yaqin bo'lishni afzal bilaman. Men boshqa uzoq uyda, boshqa uzoq joyda tunashdan qo'rqaman. Men oilamdan uzoqda bo'lganimda tashvishlanaman aslini olganda deyiladi. Bu yana vahima qo'rquvlari ham bo'lishi mumkin. Vahima qo'rquvi, vahima hujumi nima? Bu ba'zilar aytadi, men meditsinada o'qib chiqqanman, oliy ma'lumotliman, lekin ignaga qarashdan qo'rqaman. Qonni ko'rsam qo'rqaman, to'g'rimi? Yoki shunday tibbiyot ma'lumotlariga egaman, lekin o'zimni negadir yomon his qilaman, sababini bilmayman. Men sababsiz qo'rqaveraman. Men asabiylashaveraman, nafas olishim qiyinlashib qoladi, hushdan ketib qolish holatigacha borib qolaman. Men shularni his qilaman. O'zimda nazoratim yo'qolib qolayotganini his qilaman. Qaysi birlaringizda o'ng tomonda nafas yo'lida og'riq turdi? O'zimni aqldan ozayotgandek his qilaman. Juda ko'p terlayveraman, bilasizmi? Yuragim tez uradi, negadir titrayman, o'zimni bug'layotgandek his qilaman. Bular hammasi vahima hujumlari bo'lib hisoblanadi. Bular ham qo'rquvning bir turi bo'lib hisoblanadi. Demak, qo'rquv bu yana bilasiz, qo'rquvlar turli shakllarga namoyon bo'ladi. Ulardan ba'zilari sizni jismoniy alomatlarni ko'rsatib beradigan bo'lsa, jismoniy tanangiz orqali, boshqalari ruhiy tashvish bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ichki ruhiyatingiz bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Masalan, siz aytishingiz mumkin, uy yumushlarini qilib yuraman.
Masalan, o'qishga boraman, ishga borib kelaman, do'stlarim bilan munosabatim yaxshi, lekin negadir faqat tashvishlanaverman. Tashvish menda kuchli deyishingiz mumkin. Yoki qanaqadir to'y yaqinlashyapti, yana nimadir yaqinlashyapti, lekin shu yerga borishdan qo'rqaman. Kim bilandir janjal qilishdan qo'rqaman. Bular ham asabiylik keltirib chiqaradi, lekin aslini olganda uning ortida qo'rquv turgan bo'ladi. Ijtimoiy qo'rquvlarga yana nima kirishi mumkin? Kimdir siz haqingizda yomon gap aytishdan qo'rqish, atrof muhitni gaplariga, fikrlariga bog'lanib qolishdan qo'rquv. Ko'pincha bu qo'rquv sizni odamlar oldida biror narsa qilishdan, erkin nimadir qilishdan, erkin o'zingizni tutishdan, erkin ifoda etishdan, o'zingizni gaplaringizni erkinlikda gapirishdan sizni to'xtatib turadi. Bu vaziyatlardan sizni olib qochadi. Yaqinlaringizdan, ota-onadan, turmush o'rtog'idan, farzanddan ayrilishdan qo'rquv bu yolg'iz qolib ketish yoki ayrilib qolish qo'rquvi bo'lib hisoblanadi. Yoki kelinki ular agar yoningizda bo'lishmasa, siz qaysidir sabablarga ko'ra uzoqda bo'lsangiz yoki ular sizdan uzoqda bo'lishsa, siz ularni nimadir bo'lib qolishidan qo'rqib asabiylashib yurasiz. Bular ham aslini olganda qo'rquv bo'lib hisoblanadi. Demak, fobiya mavjud bo'lmagan qo'rquvni tushuntirib o'tdim. Ya'ni hayvonlardan, hasharotlardan, mikroblardan qo'rqish bo'ladi. Kimdir mikrob bilan o'lib ketishdan qo'rqadi. Bu ham o'zini aslini olganda fobiya, ya'ni sababini bilmagan holatda qo'rqish bo'lib hisoblanadi. Agar lekin shunga o'xshash hodisaga duch keladigan bo'lsangiz, siz shunchaki o'z hayotlaringizni qolgan joydan davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Shu qo'rquvim birinchi etap, shu qo'rquvim borligini tan olaman. Shu qo'rquvingiz borligini siz bilmaysiz va qo'rqib, hayajonlanib, asabiylashib yashashni boshlaysiz. Mana shunaqangi holatda bo'lsa, ha, men qo'rqyapmanmi? Bu holat menda bormi? Birinchi qiladigan ishingiz. Ha, mana shu hasharotdan negadir qo'rqyapman. Demak, shu qo'rquv menda bor. Men buni tan olaman. Birinchi qadamingiz mana shundan bo'lsin. Ya'ni siz bu qo'rquvni borligini o'zingizda tan olish va keyin qabul qilish. Ha, men shundan qo'rqyapman. Demak, negadir men qo'rqyapman va tan olaman shu qo'rquvim borligini. Qabul qilaman shu qo'rquvim borligini. Chunki inson mana shu qo'rquvi borligini bilmaganida, qabul qilmaganida, tan olmaganida, hattoki qo'rquv ekanligini bilmay yashab o'tadi. Voy, men negadir asabiylashyapman, negadir hayajondaman, yuragim tez uryapti, mana men falon bo'lyapman, tugon bo'lyapman, lekin aslini olganda qo'rquv hujumi ichida borligini ular bilmasligida bo'lib hisoblanadi va bu qo'rquvni tan ola olmasligida bo'lib hisoblanadi. Xo'p, bizda yana kuchli, yuqorida aytdik, haligi hayajonlanishga o'xshash holat. Buni hali keyingi darsda ham bor, hayajon mavzuyimiz bor, unda ham tushuntirib o'taman, yana ham chuqurroq. Lekin hozirdagi mana bu yurak tez urishi qo'rquvga bog'liq bo'lganini tushuntirib o'taman. Ya'ni siz bu yerda xotirjamlikni yo'qotasiz, yoqimsiz fikrlar kela boshlaydi. Masalan, kelinki mikrobdan qo'rqadigan inson bu stul mikrobga to'la deb o'ylaydi. Fikrlar shunchaki bezovta qiladi. Zudlik bilan chora ko'rish kerak deb o'ylaydi. Ular ko'pincha yonda vlajniy salfetkalar, mikrobni o'ldiruvchi ma'lum bir antiseptik narsalar ko'tarib yurishadi.
qanaqadir chora ko'rishni izlaydi, stuldan ketishni, shu stuldan uzoqlashishni izlaydi, xohlaydi, qo'lini qayta-qayta yuvishni xohlaydi, bir kunda kirib bir necha marta qo'llarini yuvaveradi sovunda. Bular aslini olganda bunday xatti-harakat o'zini majburlash deb ataladi. Qisqa muddatda bu sizdagi holat o'zgarish, asabiylik ko'tarilish boshlanadi. O'zingizni yomon his qila boshlaysiz. Bu bezovtalik paydo qiladi insonni. Nafaqat mikrob, bu oddiygina bitta mikrobni sizlarga misol qilib oldim, lekin aslini olganda mana shular hammasi tashvishni orttira boshlaydi va natijasida xatti-harakatingiz o'zgarishi, qo'rquvlaringiz kuchayib ketishi va o'zingizni nazorat qila olmaydigan holatgacha borib qolishingiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Va eng asosiy holatlardan biri mana shu qo'rquvni tan ola bilish va shu qo'rquv o'zingizda borligini his qilish. Keyinchalik shu qo'rquvlarni sabablari bilan ishlash bo'lib hisoblanadi. Menimcha shu yerda yetarli. Sizlarga meditatsiya berildi. Meditatsiyani bajarasiz. Qo'rquvlaringiz, qanday qo'rquvlaringiz borligini yozib chiqing. Sizga vazifa. O'tirib erinmang. Qanday qo'rquvingiz borligini yozing. Shu orqali siz o'zingizdagi qanday qo'rquvlaringiz borligini bilib olasiz. Chunki inson o'zida qanday qo'rquvlari borligini ko'pincha inson o'zi ham bilmaydi. Shu yerda yakunlayman. Agar qanaqadir savol bo'lsa, guruhda yozib qoldirasiz. Darslikni tashlab qo'yamiz, kanalga joylaymiz. Va keyingi darsda ko'rishguncha deyman jonlarim. Darsga kirishdan oldin men tayyorman, ruxsat beraman deb kiring, iltimos qilaman, chunki juda onglaringizda qarshilik bo'lyapti va bu menga ham ta'sir qilyapti. Darsga kirishim oson bo'lmayapti. Xayrli kun deyman barchalaringizga. Keyingi darslarda ko'rishguncha jonlarim. Hammamizni sevaman.